السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم يا إخوتي الأكارم إلى مركزنا تحت عنوان فن وتعليم. الحمد لله الذي وفقنا أن نتعلم اللغة العربية بكتابنا هذا، دروس اللغة العربية لغير ناطقين بها، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، وأن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتنا، وأن يتقبله منا بقبول حسن، إنه أكرم مسؤول وخير مأمون. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Muhtaram aziz musulmon birodarlar, salom aziz arab tili o'rganmoqchi bo'lgan aka-ukalar, Alloh taologa hamd sanolar bo'lsin. Siz bilan bizni mana yana arab tilini o'rganishlikka Alloh taolo tavfiq berib turibdi. Qur'oni Karim va Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sunnatlarini tushunishligimiz uchun biz arab tilini o'rganishligimiz kerak. Qur'oni Karim va Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sunnatlarini bilishlikka muhtoj bo'lgan ilmlarni o'rganishlik, bu Qur'on va sunnatni o'rganishlik hukmida bo'ladi. Ya'ni Qur'on va sunnatni o'rganishlikka qanchalik biz vaqt sarflasak, intilib harakat qilsak, qancha savob berilsa, shu Qur'on va sunnat ilmlarini o'rganishlikka vosita bo'ladigan ilmlarni ga vaqt sarflashligimiz ham xuddi shu savob bilan inshaalloh savoblanamiz. Biz o'tgan darsimizda ikkinchi darsda o'tib geldik. Ya'ni zalika hu anavi degan so'zni o'tgan edik. Hu anavi. İnşallah bugün üçüncü ders. Arab tilini o'rganmoqchi bo'lgan aka-ukalarimiz men o'qiyotgan paytimda meni orqamdan qaytarib turibsizlar, tillari shunga ya'ni yaxshi bo'ladi qaytarib tursanglar. Ad-darsu salisu, uchinchi dars. Baytun, uy. Al-baytu, yana uy. Kitabun, kitob. Al-kitabu, kitob. Qalamun, qalam. Al-qalamu, qalam. Jamalun, tuya. Al-jamalu, tuya. Al-qalamu maksurun, qalam siniqdir. Qalam siniqdir. Al-babu maftuhun, eshik ochiqdir. Eshik ochiqdir. Al-valadu jalisun, bola o'tiribdi. Val-mudarrisu, o'qituvchi vaqifun, tikka turibdi. Al-kitabu jadidun, kitob yangi. Val-qalamu, qalam esa qadimun, eskidir. Al-himaru sag'irun, eshak kichkina. Val-hisonu kabirun, ayg'ir ot esa kattadir. Al-kursiyyu maksurun, kursi siniqdir. Al-mindilu vasihun, ro'molcha kirdir. Al-ma'u, suv baridun, sovuqdir. Al-qamaru, oy jamilun, chiroylikdir. Al-baytu qaribun, uy yaqin. Val-masjidu ba'idun, masjid esa uzoqdir. Al-hajaru thaqilun, tosh og'ir. Val-varaqu khafifun, varaq esa yengildir. Al-labanu harrun, sut issiqdir. Al-qamisu, ko'ylak
nazifun tozadir. Va uyga vazifa, muhtaram aziz o'quvchilar, mana shu tekstni arabchasini 5 marta birinchi o'qib olasizlar, tarjimasiz. Keyin dona-dona qilib o'qiganlardan keyin 5 marta arabchasini o'zbekchasiga tarjima qilasiz. Keyin bu yerda qisqa bir qoida bor. Qoida qaysi so'zning oxirida tanvin bilan tugasa, o'sha so'z notanish so'z hisoblanadi. Qandaydir, allaqanday degan ma'nolar beriladi o'zbek tilida. Baytun qandaydir bir uy degan. Buni nima tanvin bo'lsa bu notanishligini bildiradi. Arab tilida notanish so'zni arabchasiga nakra deyiladi. Nakra, nak. Biz nakra deb o'qiymiz. Hop. Endi mana shunday bir notanish so'zni tanish so'z qilishlik uchun uniga oldiga tanish qiladigan a'lani olib kelamiz. A'la nimani bildiradi? So'zning tanish ekanligini bildiradi. Bir so'zning tanish ekanligini bildiradi. Agar bir so'zni oldida a'la qo'shilgan bo'lsa, bu so'z tanish so'zligini arabchasiga ma'rifa deb ataydi. Ma'rifa tanish so'z degani. Bu tanish so'z hech qachon oxirida tanvin bo'lmaydi. Chunki tanvin so'zning notanishlik belgisi. A'la qo'shilishligi bilan bu tanish so'zga aylanadi. Demak, buni tanvinsiz o'qilinadi. Al-baytu. Al-baytu. Qarang, mana bu yerda baytun bo'lib tanvin bor edi. Mana bu yerda esa endi al qo'shilishligi munosabati bilan al-baytun bo'lmaydida, al-baytu bo'ladi. Chunki bir so'z ham tanish, ham notanish bo'la olmaydi. Yo tanish bo'ladi, yo notanish bo'ladi. So'zni oldiga qaraymiz. Qarasak, agar a'la qo'shilmagan bo'lsa, albatta u so'zni hech ikkilanmasdan tanvin bilan o'qiymiz. Baytun deb. Agar a'lasi bo'lsa, hech ikkilanmasdan oxirini tanvinsiz o'qiymiz. Hop, agar tushunarsiz bo'lsa, bizning YouTube kanalimizda kommentariyalarda qoldirishinglar mumkin va shu YouTube kanalimizga Telegram sahifamizga ham tashlab qo'yganmiz. Kim shu Telegramda jonli tarzda dars olmoqchi bo'lsa, bemalol kirib, qo'shilib o'rganishligi mumkin. Keyin lug'atlarni yodlashimiz kerak. Keyin bu dars mashqlari bor, lekin mashqlarini keyingi darsda yechamiz. Hop, lug'atlari al-kalimatul jadidatu yangi so'zlar. Al-qamaru oy, jadidun yangi, qodimun eski, vasixun kir, nazifun toza, harrun issiq, baridun sovuq, sag'irun kichkina, kabirun katta, maftuhun ochiq, maksurun siniq, faqilun og'ir, xafifun yengil, jamilun chiroyli, vaqifun tikka turibdi, jalisun o'tiribdi. Najmun yulduz. An-najmu bu ham yulduz. Nima farqi bor ekan? Mana bu notanish yulduz ekan, bu tanish yulduz ekan. Qanday bilyapsiz tanishligini? Tanishligi a'lasi borligi uchun. Buni nimaga notanish deyapsiz buni? Buni oxirida tanvin bo'lganligi uchun. Rajulun erkak, qandaydir bir erkak kishi, ar-rajulu tanish erkak kishi. Dikun xo'roz, qandaydir bir xo'roz, ad-diku tanish xo'roz. Tolibun student, talaba o'zbekchasi. At-tolibu qanaqa talaba bu? Notanish talaba. At-tolibu tanish talaba. Alloh taolo hammamizga manfaatli ilm bersin. Qur'oni Karim va Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sunnatlarini arab tilida tushunib, unga amal qiladigan, o'zi yaxshi ko'radigan solih bandalardan qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.